Assalomu alaykum hammaga. Men shu internetda hozir tarqayotgan insident bo'yicha video qilyapman. O'sha bo'yicha fikrimni aytmoqchiman. Bu o'sha mani klipimda syomkada bo'lgan hodisa, haqiqatan bo'lgan bu hodisa. O'sha bo'yicha hozir tarqayotgan ma'lumotlarga to'xtalmoqchiman, chunki yolg'on ma'lumot tarqayapti. Va shu narsani muhokama qilayotgan, bilib bilmasdan muhokama qilayotgan xalqimizga men o'zimning fikrimni va bu hodisaga munosabatimni aytmoqchiman. San'atkor, masalan, bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu proses qanaqa bo'linadi? Klip syomka protsessi. Xonanda zakazchik yig'iladi, syomочный gruppa, har bir odam o'zining vazifasi bor, syomka qilinadi, san'atkorga beriladi. Yo'da kelayotgan har bir ishtirokchi, ya'ni deylik, aktrisa bo'lsin, masovka bo'lsin yoki texnik gruppa bo'lsin, u har biri frilanser. U uchun, buni xavfsizlik uchun men javob bermayman. Men endi hozir ommaviy axborotlarda qilinayotgan pretenziyalar va noto'g'ri muhokamalar bo'yicha gapiryapman-da. Shuning uchun men ham o'sha kuni bo'lmaganman, men ham telefon orqali eshitdim shu narsani. Ya'ni o'sha yerdagi aktrisa masovkadagi qizni urib ketibdi. Biz hayron bo'ldikki, ssenariy bo'yicha, texnik ssenariy bo'yicha manimcha hech kim mashina haydash kerak emasdi. Biz hayron bo'ldik, qanaqasiga mashina haydaydi? Ommaviy axborot vositalarida noto'g'ri informatsiya ketyapti. Bu insident bo'yicha. Ya'ni yordam qilinmagan, skoriy chaqirilmagan, qon yo'qotilgan, 02 qilinmagan va hokazo va hokazo. Aytmoqchi bo'lganim, Sabrinaga birinchi yordam ko'rsatilgan, operatsiyasi bormi, qon quyish bormi, hamma narsasi bo'yicha yordam ko'rsatilgan va shu kungacha yordam ko'rsatilib kelinyapti. Shaxsan men tarafdan. Va syomочный gruppa ham qarab o'tirgani yo'q. O'sha men ko'zim tushib qoldi. Biz aytayaptiki, 02 qilinmagan deyapti. Qanaqasiga 02 qilinmaydi? 02 ga qo'ng'iroq qilinganning vaqti bor-ku. Yoki 03 chaqirilmagan deyapti. 03 chaqirilganda vaqti fiksироваться qilinadi. Nimaga o'rganmayapsizlar? Sizlarga adolat kerak bo'lsa. Hammasi qonun doirasida bo'lgan. Ya'ni qilingan birinchi yordam hammasi ko'rsatilgan. Mayli minnat bo'lmasin. Meni administratorim 1 oy deyarli Sabrinani uyida yashadi. 1 oy yashadi. O'sha hamma больницadagi hamma yordami ko'rsatildi. Nafaqat men, o'sha hamma syomочный gruppa tarafdan. Hamma qo'lidan kelgancha yordamini qildi. Loqayd chetda tomosha qilib turgani bo'lmadi, hamma yordam qildi. Lekin nimaga bunaqa ma'lumot tarqalyapti? Shu jurnalistik etikaga to'g'ri keladimi shu narsa? Nufuzli, obro'li saytlar ham tarqatyapti shuni. Operatsiyasi bo'yicha yana bir narsani eshitib qoldim. Ya'ni operatsiya noto'g'ri qilingan deyishyapti va bitta oyog'i kalta bo'lib qolgan deyapti. Bu narsani ham men shaxsan o'zim ommaviy axborotdan eshityapman. Mana shu voqeani. Yaqinda, masalan, yanvar oyida Sabrina o'sha yurib, sekin oyoqqa turib, syomkalarga borib yurganini eshitib, biz xursand bo'ldik, chunki yangi yilda ham borib tabriklab kelishdi. Hol-ahvol so'rab kelishdi. Biz xursand bo'ldikki, ha, Sabrina oyoqqa turibdi deb. Chunki mana mart oyida ham o'sha Sabrinaga berilayotgan haligi yordamni berib kelishdi. Unaqa gap yo'q edi. Mana kecha yashin tezligida unaqa ma'lumot tarqayapti. Hozir endi
bu yerda tarqayotgan ma'lumotlar shunaqa darajada absurdki, xuddiki biz bu narsaga chapga chalib qarab o'tirgandek yoki bu narsadan qochgandek. Men shaxsan qo'limdan kelgancha bir muhtoj odamga qo'limdan kelgancha yordam qilganman. Masalan, imkonim doirasida. Bundan keyin ham yordam qilaman. Men qanaqa qilib bu voqeada indamay qochib ketaman yoki bu narsaga shunday qarab tura olaman. Bu yerda hozir aytilmayotgan boshqa bir vajlar bor. Boshqa bir tafsilotlar bor, boshqa kuchlar bor aralashib qolayotgan. Aynan bu narsani purkagan bizga nisbatan boshqacha yetib kelgan boshqa bir holatlar bor. Mayli u narsani keyin bir yana chiqish qilganimda aytarman yoki bu narsani tergovga ma'lum qilarman. Lekin bor haqiqat shu. Hech kim chapga chalib o'tirgani yo'q. Bu tergov hali tugagani yo'q, bu narsa proses tugagani yo'q hali. Aytmoqchiman, bu tuhmatlarga javobimki, Sabrinaga barcha необходимый yordam qilindi. Съемочный gruppa tarafdan ham, men tarafdan ham o'sha oyoqqa turib ketishi uchun, qolaversa o'sha yashash sharoitini yaxshilash bo'yicha ham yordam qilindi. Va o'sha vrachchi 3 oydan 5 oygacha reabilitatsiya bo'lishi mumkin deganni eshitganimdan keyin men aytdimki, mayli Sabrina uyda boquvchi, biza o'sha 5 oy davomida buni yashash tarziga yordam beraylik, ya'ni kunlik pulini, kvartira pulini to'laylik. Keyin yana sog'ayishiga qarab yana chorasini ko'ramiz dedik. Oqibatda 4 oy to'landi. Mana 5-oy to'lanish kerak. Hammasi bo'yicha отчеtlari bor, o'sha qilgan odamlarni. Xullas, nima savolinglar bo'lsa bizga berishinglar mumkin. O'ylaymanki, bu mavzu shundoq qolmaydi. Shu insident bo'yicha kimda savollari bo'lsa, bemalol bizga chiqishlari mumkin, bizdan so'rashlari mumkin agar qiziq bo'lsa, yoki voqea joyiga borib surishtiruv qilishlari mumkin. Va albatta Sabrinani sog'ayish uchun qo'limizdan kelgancha yordamimizni ayamaganmiz, bundan keyin ham ayamaymiz. Jurnalistlarimizga ozgina obyektiv bo'lishlarini so'rab qolar edim va hamma narsani jurnalistik etika va qonun doirasida hal qilishlarini xohlardim. Rahmat. Albatta, men Sabrinani oila a'zolariga hamdardlik bildiraman va o'ylaymanki, hamma narsa qonun doirasida o'rganiladi va kim aybdor bo'lsa, qonun doirasida jazosini oladi. Albatta, men juda ham afsusdaman bo'lgan narsadan, yaxshi ish bo'lmadi. Baxtsiz voqea bo'lishidan qat'iy nazar, hech bir onaga ko'rsatilmasin farzandni bahvolda ko'rishi. Loqayd bo'lmagan har bir hamyurtimizga kattakon rahmat aytaman. O'ylaymanki, bu narsaga adolat tarafdan yondashiladi. Har bir odam noto'g'ri ishi uchun jazosini oladi.